Supergirl DC'ning yangi olamini qutqarishi kerak edi. Hozir James Gunnning o'zini kimdir qutqarishi kerak bo'lyapti. Marvel esa bir tarafda Avengers, ikkinchi tarafda Fantastic Four, uchinchi tarafda eski X-Menni qo'yib epik janglar uyushtirish arafasida. Undan tashqari Doktor Doom Lokining kuchini tortib olishi mumkin va Spider-Man Brand New'dagi ishonch muxlislar va kritiklarda shunchalik kattaki, film prokatda 1,5-2 milliard yig'ishi kutilyapti. Eng qizig'i, Marvel Endgame'dan keyin shuncha bir-biriga aloqasi bo'lmagan voqealarni bitta joyga qanday yig'moqchi? Mana bu ajoyib savol. Yana yetmaganiga Doomsday'da Kapitan Hydra keladi. DC esa bitta yaxlit kino olam qilaman deb kino olamini qayta qurishni boshlagan edi. Hozircha o'sha olamning o'zidan ko'ra kino olam atrofidagi muammolar yaxshiroq yoritilgan. Qisqasi, aynan Marvel va DC'da nima bo'layotganligi haqida video qilmaganimizga ham ancha bo'libdi. Bu vaqt oralig'ida anchagina yangiliklar yig'ilib qoldi. Shularning orasidan eng qiziq deb topganlarimizni bugun yig'ib qo'ydik. Supergirl'dan boshlasak. Film relizdan keyingi birinchi dam olish kunlaridagi prokatda Shimoliy Amerikada 37 million dollar atrofida yig'di. Ikkinchi haftada esa tushum birinchi haftadan 77% ga tushib ketdi. Hech kim filmni yozgi blockbuster bo'ladi demayotgan edi, lekin bunchalik proval. Milliy Alkov super qiz rolida yaxshi, uning ijrosi yaxshi, uning personajining o'z xarizmasi va xarakteri bor. Umid qilamizki, kelajakda yaxshi bitta ssenariy berilsa, bu personajdan yaxshi narsa kutish mumkin. James Gunn bir necha yildan beri DC'da loyihalar kamroq bo'lishini, ammo ularning har biri yaxshi ssenariy asosida ishlanishini, har bir ssenariyni o'zi ko'rib chiqib, keyin suratga olishga ruxsat berishini aytib kelardi. Va biz Supergirl'ni oldik. Filmning eng ko'p tanqid qilingan joyi aynan ssenariy. Prikol shundaki, Marvel Quantumania va The Marvels kabi filmlarda chakib qo'yayotgan bir vaqtda James Gunn Marvelning sifat nazorati ustidan ochiq tanqid qilgandi. James Gunn, agar super qiz ssenariysi aynan o'sha siz aytayotgan kontrol bo'lsa, kontrol qilinmagani yaxshimi deyman-da. Aytgancha, shaxsan o'zimning film yuzasidan unchalik katta e'tirozim yo'q, faqat shu ssenariy va effektlar. Albatta, bitta yomon film butun kino olamini o'ldirmaydi. Har qanday studiyada ham muvaffaqiyatsiz loyihalar uchrab turadi. Lekin Superman oddiy oraliq film emas edi-da. U Supermandan keyingi yangi DC olamining endi ikkinchi katta loyihasi edi. Yangi Supermanning muvaffaqiyatiga u shunchaki Superman ekanligi emas, balki yangi DC olami eskilarga qaraganda yaxshiroq ekanligiga isbot tariqasida Supergirl taqdim etilayotgan edi. Hatto Superman filmini yaxshi chiqqan va uni muvaffaqiyatli proyekt deymiz-ku, lekin u film ham milliardlarni urgani yo'q. Super qizda esa film chiqishidan bir necha oy oldin studiya James Gunn boshchiligida montajni juda ko'p o'zgartirgan degan gaplar ham tarqaldi. O'zi umuman James Gunn yangi DC'ning ssenariylarini yorib tashlaymiz deb Supergirl'ning ssenariysini birinchi marta katta film uchun ssenariy yozayotgan odamga topshirgan. To'g'ri eshitdingiz. Super qiz filmi ssenaristi Super qizgacha birorta ham filmga ssenariy yozmagan. Nima deb o'ylaysiz? DC'ning yana bitta reboot kutyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz bo'lsa Marvelga ozgina o'tib kelamiz. Kevin Feige Shanxaydagi tadbirda Avengers Doomsday uchun yangi konsept artlarni ko'rsatdi. Undan tashqari Doomsdayning ilk treyleri ham taqdim etildi. Buni Telegram kanalda allaqachon tashlaganmiz. Agar siz ham shu kabi yangiliklar, kichik hodisalar uchun shaxsiy fikr va eksklyuziv kontentlarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Treyler va artni mana bu videoda tahlil qilib, insiderlarning Doomsdayga bo'lgan taxminlarini biroz aytib o'tgan edik. Bugun shularga qo'shimcha qilamiz. Filmning asosiy konfliktlaridan biri Doom va Reed Richards orasida bo'ladi. Ikkinchisi esa Doom va Steve Rogers orasida bo'lishi mumkin. Undan tashqari Doktor Doom nima sababdan Tony Starkga o'xshashi film ichida alohida tushuntiriladi degan insaytlar ham bor. Umid qilamizki, aka-uka Russolarning javobi multiversku dan ko'ra chuqurroq bo'ladi. Yana bir qiziq xabarlarga ko'ra, Doktor Doom multi olamlar bo'ylab o'ziga Dark Avengers jamoasini yiqqan. Bunday gap chiqishiga Legoning yangi to'plamlari sabab bo'ldi. Ulardan birida Dark Avengers kemasi va Kapitan Hydra figurasi ko'rsatilgan. Lego to'plamlari film syujetini har doim ham takrorlamaydi. Lekin agar bu haqiqat bo'lib Kapitan Hydra Doomsdayda chiqsa, muxlislarning necha yillik orzusi amalga oshadi. Va bunday marketing yurishiga biz respekt deymiz. Chunki hatto Thanosning ham Black Orderi bor edi. Va jamoa filmdagi final battle uchun albatta kerak bo'ladi. Agar butun armiyaga qarshi bitta o'zi bo'lsa, bu Robert Downey ijrosidagi Doktor Doom uchun ham cherishchur. Kevin Feige Secret Wars'dan keyin MCUda X-Men asosiy o'rinni egallashini yana bir bor tasdiqladi. Bunda yana avvalgidek eski aktyorlar yoki boshqa davrlar emas, reboot haqida gap ketyapti. Ya'ni Marvel X-Menni to'liq qaytadan quradi. Yangi cast, yangi qahramonlar va yangi ssenariy. Va albatta Hugh Jackman bu rebootda ham qolib ketadi menimcha. Va mishmishlarga ko'ra Marvel rebootdan keyingi allaqachon aktyorlar qidirishni boshlagan. Hozircha yangi Professor X roliga Patrick Wilson, Magneto roliga esa Adam Driver ko'rib chiqilayotganligi haqida xabarlar bor.
Doomsday va Secret Wars'dagi eski mutantlar yangi mutantlarga ko'proq vazifasini bajaradi. Balki ularning barchasi olami bilan birga yo'q bo'lib ketar, balki ularning olami asosiy olamga qo'shilib yangi bitta olam paydo bo'lar. Buni endi film chiqqanida bilamiz. Ammo ba'zi taxminlar bor. Eski X-Men olami Inclusion sababli yo'q bo'lib ketadi. Omon qolgan mutantlar Secret Wars'da yana saralanadi va undan tirik qolganlari keyingi asosiy olamga qo'shiladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Marvel 3 ta sharni bir-biriga urib, tirik qolganlardan yana bitta shar yasamoqchi. Va bu mening fikrimcha kerak ham, chunki Avengers Endgame'dan keyin mana shuncha yillar davomida shunchalik ko'p absurd narsalar bo'lib ketdiki, bularning barchasini kichik reboot orqali tozalanmasa, boshqacha iloji yo'q. Doomsday konsept artida Loki Doktor Doomga juda yaqin va butun kompozitsiyaning markazida joylashgan. Esingizda bo'lsa, Loki serialining oxirida u barcha olamlarni ushlab, deyarli multivers ma'budiga aylangan edi. Doktor Doomga esa parchalanayotgan olamlardan Battle World yaratishga aynan shunday kuch kerak. Komikslarda Doktor Doom bu kuchni Molecule Man'dan oladi. MCUda esa uning o'rnini Loki egallashi mumkin, chunki yangi personaj yaratib uni darrov o'ldirish unchalik qiziq emas. Lokini tushunyapsizmi? Ya'ni Loki 2 mavsum davomida Doktor Doomga Power Bank bo'lish uchun kuch to'plagan. Marvel hech bo'lmasa hozir qayerga ketayotganini tushunib yetdi. Doomsday, Secret Wars va undan keyin yangi X-Men. Reja haddan tashqari katta, chalkash va xavfli, lekin reja bor. DC'da esa super qizdan keyin savollar ko'paydi. Insiderlarning aytishicha, ayrim rejissyorlar James Gunnning kuchli nazorati ostida ishlashni xohlamayapti. Supergirlning studiya ichida qayta montaj qilinganini bunga misol qilib ko'rsatishmoqda. Agar bu gaplar rost bo'lsa, yangi DC eski DC'ning muammolarini juda tez takrorlayapti. Reshoot, studiya aralashuvi, aniq Batman, yangi DC, eski tanish muammolar. Matt Reeves va James Gunn orasida Batman masalasida kelishmovchiliklar borligi haqida ham xabarlar tarqalgan. Gunn kelajakdagi Superman filmida DC'ning boshqa qahramonlarini, ehtimol Batmanni ham ko'rsatib, kelajak loyihalarini reklama qilmoqchi ekan. Matt Reeves esa Robert Pattinson Batmanni James Gunnning DC ustidan alohida saqlashni xohlaydi. Hozircha bu kelishmovchilik tasdiqlanmagan, ammo DC'ning Batman masalasida aniq rejasi ko'rinmayotgani fakt. The Batman alohida olamda DCU Batmani hali tanlanmagan. Bu degani The Brave and the Bold aniq chiqish sanasi yo'q. Bunaqa tezlikda yangi DC olamida Batmanni nevaralarimiz bilan birga ko'rmasak bo'ldi. James Gunn DC olami muxlislari bezabit, lekin James Gunnda haqiqatdan ham nima qayoqqa ketayotganligi unchalik aniq emas. James Gunnning oldida ikkita katta muammo bor. Birinchisi, loyihalarni tezlashtirish kerak, chunki yiliga bitta film bilan muxlislarning o'zi qarib qoladi. Ikkinchisi, shoshilish jarayonida eski DC'ning katta xatosiga, studiya aralashuvi, reshoot va tartibsiz rejalarga qaytib kelmaslik. James Gunn aynan mana shu tizimni tuzatish uchun kelgan edi. Agar u ham rejissyorlardan filmni olib, ichkarida o'z versiyasini tuzaveradigan bo'lsa, DC'da faqat rahbar nomi o'zgargani qoladi. Supergirl bitta muvaffaqiyatsiz film bo'lishi mumkin va bu kechiriladi ham. Lekin undan keyingi katta film ham proval bo'lsa, bu tasodif emas. Bu DC'ning kanoniga aylanib qoladi va biz yana bir DC'ning rebootini ko'rishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamang.